Hasbunallohu va ni'mal vakil deydi. Allohga suyanadi. Alloh o'zi quvvat manbai. Demak, kim mu'min Allohga suyanar ekan, u quvvatsiz qolmaydi. Musulmonlarning ham quvvati yo'q bo'lib qolmaydi, modomiki Allohga suyanishar ekan. Tavhid birodarlar, bandani qalbini xorlikdan qutqaradi. Insonning aqlini turli xurofotlardan, vahm xavotirlardan ozod qiladi, qutqaradi. Tavhid mu'minni ozod, quvvatli va haybatli qiladi. Ma sha'allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi, nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmadi. Va nimani xohlagan bo'lsa bo'ladi, nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmaydi. Shuning uchun kuchli, quvvatli bo'lishni xohlaysanmi banda? Tavhidda bo'l. Allohni yakkala, Allohga suyan.